Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadarlık Facebook'taki dünyanın her kaysi çaylardaki qarindoşlarım. Men Abdulaziz Baştoğrak İstanbul'dan sizlarga Allah'nınki cennet salam bolgan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni birlikte salamni sizlarga qilish bilan birlikte biz ügünüp kilovatkan İslam tarihi alakadar dersimizden 24. Facebook sin dersi 9. bab günümüz İslam dünyası Asiya kıtasındaki Müslümanlardan O'rta Şərq ve Paris koltuğu devletleri Cənubi Asiya ve Irak Şərq devletleri diyen bunu dersini birlikte bugün ügünüp ütümüz. Kolumuzdaki birlikte ügünüp atkan bu kitap İslam Tarihi degan kitap. Bu kitapni Teklimakan Uyghur Neşriyatı 2014 yılı neşr kılgan. Kitapның yazgıçları Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıcan, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin degan 3 Türk Profesör Doktor alim birleşip yazgan bir eser. Kitapnınki umumi betsani 5355 bet kildiken 9 babqa bölüngen bir eser. Bizninki İslam tarihimizni üyünüp çıkışımızda birinci kol materyal yani ixcamlaştırılgan birinci kol materyal süpütüde qarısak mı? Buludu qadirli qarindoshlar. Aldığınki babtı biz İslam medeniyeti degan babni birlikte üyendik. İslam medeniyeti 7. bab İslam medeniyetini üyenip bulab 8. babda İslam medeniyetininki tesiri qatarlıq mezmunlarını nəhayət yaxşı üyenip ötdük. Bu mezmunlarda asasen Uyğurlarınki İslam medeniyetiga, İslam tarihiga hazırki keyinki dünya medeniyetiga İslam medeniyetinin gösterken tesiri de Uygurlarının ornununki nəhayət muhim ekanligini bir qata bilip ötken bulduk qadirli qarindoshlar. Hem de 9. babda günümüz İslam dünyasıga ayrılıptı. Bu 60 betlik bir mezmunken bunu biz 3 bölüp 3 dersga bölüp qilgan vaqtimizda bu 24. ders 25-26 İnşallah 26 derste bu kitapni birlikte öğrenip ötken bulumuz. İnşallah bu bizninki ümmetimizdeki İslam tarixini öğreniş üçün bulupma Uygurlarınki yaxşı bir materyal ekanligini sizlarga tavsiya qilish yuzasidan elib berilgan bir öğreniş hesabida buludu qadirli qarindoshlar. 9. bab günümüz İslam dünyası degan mezmunni birlikte öğrenimiz. Demesim biz günümüzdeki İslam dünyasındaki Müslümanların ahvalını bilgenden kin üzümüzün ahvalını tunuşturuş üçün mü paydalık dep oylayımız. Birinci Asiya kıtasındaki Müslümanlar. Bunun birinci mezmun, küçük mezmun O'rta Şərq ve Paris koltuğu devletleri deptu. O'rta Şərq ve Paris koltuğu Asiya, Avrupa ve Afrika kıtaları bilen birleşidigan bir coğrafiyadır. O'rta Şərq dep atıldıgan bu rayondaki devletler Türkiye, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Yordaniye, Oman, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Arap Birleşmiş Halifligi, Palestin ve İsrailiyedir. Bunun burunki ismi belki bu yerlerinki ismi Hicaz ve Şam diyarları dep atalgan bolsa gerek. Bu coğrafiyada insaniyetin günümüzdeki seviyeye kelişide muhim töpüsü bolgan kadimki devirlerge ait büyük medeniyette bilen birge ilahi dinlerden Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet otturga çıkan. Bu rayında ötüdüğün İpek yolu ve üsümlük ticaret yolları destekçi çağlardan günümüze kadar
dünya iqtisodinin jon tomiri bo'lgan. 5-asrda coğrafi keşifler jarayonida tepilgan yangi tijorat yo'llari O'rta Sharqning ahamiyatini tuvanlatgan bo'lsa, 1869 yilida Süveyş kanalining ochilishi va neftning tepilishi bilan dunyoning diqqatini takror o'ziga jalb qilgan. O'rta Sharq bu alohidligi bilan uzun muddat tarixda muhim rollarni o'ynagan. Osmanlı devletinin bir parça sübütüde əsrlərcə tinchlik ichida o'tgan O'rta Sharq Birinci Dünya urushi bilan birlikdə yangi davrga kirgan. Bu rayon urush jarayonida g'arb davlatlarining aldamchiligi bilan Osmanlıdan ayrilgan. Birinchi va ikkinchi Dünya urushi jarayonida bu rayonlarning büyük bir qismi Angliya va Fransiyaning mustamlakasiga o'tgan. G'arb kuchlari ikkinchi Dünya urushining oxirida chekinib chiqib, har xil davlatlarning qurilishini amalga oshirgan. Qarasanlar, manda bir xaritani ko'rdik ekansizlar, qadrli qarindoshlar. Kitobni setib olgandan keyin balkim texmi aniq ko'ra olishinglar mumkin. O'rta Sharqni Asiya qit'asidagi musulmonlarning tarqalish ahvoli xaritasi deb Abtubiyada O'rta Sharqdagi qalayimqonchilikning asosiy sababi bölüşülmeyotgan mol neft zapisi. Tarihi haqiqatlarga uygun kelmeyen siyasi bölünüşler ve mevcut ahvalını qoğdab qilish uchun qurallanish faoliyatları qatorliqlardir. Dünya neft zapisinin 60% bu yerden çıkıdı. Bu neftning 4 yoki 5% bu rayonga sarf qilinsa, qolgan 70% Asiya, Avrupa ve Amerikadagi sanoatlashgan davlatlarda ishlatiladi. Bu rayondagi davlatlar neft setishdan qo'lga kelgan kirimning buyuk bir qismini sanoatlashgan davlatlardan qurol setib olishga ishlatmoqda. Bu ahvol dunyo siyosatida nufuzi bo'lgan buyuk davlatlarni bu rayonni kontrol qilishga majbur qilgan. Bularning hammasi kunimizgacha davom qilib kelayotgan rayon xarakterlik urushlarga yo'l ochgan. Bularning beshida 1948 yildan buyon davomlashib kelayotgan Arab-Isroil urushi, 1975 yildan beri davom qilib kelayotgan Livan ichki urushi, 1980-88 yillardagi Iran-Iroq urushi va 1990-91 yillardagi Paris qo'ltiqi urushini ko'rsatish mumkin. Arab-Isroil urushi va Falastin masalasi. Falastin Yavuz Sultan Selim tarafidan 1516 yilida Türk hakimiyetiga o'tgandan keyin Osmanlı davlatining parchalanishi bilan qo'ldan chiqib ketgan. Birinchi Dünya urushidan keyin 1947 yilgacha İngiliz mandisiga birilgan. Manda bir davlatning idora huquqini millatlar jamiyati tarafidan boshqa bir davlatga berishi debdi. 14-asrning oxiridan boshlab bir Yahudi davlatini qurishni orzu qilgan İsroil o'g'illari İngiliz hokimiyati jarayonida Falastindan tuproq olib, kollektiv shaklda bu yerga yerlashgan. Angliyaning bu yerdan chekinib chiqishidan keyin 1948 yilida Tel Avivda to'plangan Yahudi Milliy Kengashi İsroil davlatining qurilganligini jakalagan. Arablar Falastindagi ahvollarni endishi bilan kuzatgan. İsroilning mustaqillik e'lon qilishini arablarga qilingan bir dushmanlik deb qarab, Falastinga yordam qilishni o'zining milliy bir da'vosi deb qaragan. İsroilning mustaqillik e'lon qilishi bilan Misr, Suriya, Iordaniya va Livandan tarkib topgan Arab birlashma armiyasi İsroilga qarshi hujumga o'tgan. Buning bilan Arab-Isroil urushi boshlangan. Bir yil davom qilgan Arab-Isroil urushida arablar yengilgan. 1949 yilda imzolangan urush to'xtatish kelishimi bilan Falastin zeminining 4/3 qismi İsroilga qolgan ve 500 ming falastinlik Arab İsroilga qolgan 4/3 qismi ve 500 ming falastinlik Arab vatanidan sürgün qilingan. Keyingi 3 qatimliq 1956, 67, 73 yilları Arab-İsroil urushida
g'ariblik ba'zi davlatlarning yordamiga erishgan Isroil bu urushlardimi g'olib bo'lgan. Bo'lib 1963-yildagi urushda Isroilning Quddusni ishg'ol qilishi musulmonlarning qattiq qarshiligini qo'zg'agan. Isroil Birleşken Devletler Teşkilatı'nın her xil vaqtda algan qarorlarga bo'ysunmagan. 1978-yili Camp David kelishimi bilan Arab-İsrail to'qinishi ma'lum nisbatda hal qilingan. Lekin bu kelishim to'qinishni tubdan hal qilolmagan. Qadrli qarindoshlar, G'arbiy sharia va G'azzada Falastinliklarning qarshi kurashish harakatları yarım asrdan beri davom qilib kelmoqda. Bo'libmi 1956-yildagi Arab-İsrail urushidan keyin qurilgan Falastin ozodlik tashkiloti qarshi kurashish harakatiga uzun vaqt qo'mondonlik qilgan. Bu tashkilot o'z xalqi va xalqaro jamiyat tarafidan Falastinliklarning qonuniy vakili deb tanilgan. Falastin Azadlık Teşkilatı 88-yili 15 noyabrda Mustaqil Falastin devletini ilan qilgan. Bu devletin 2 gün içinde Sovyetler İttifaqı bilan 40'a yakın devlet itiraf qilgan. Amerika bu qarorda tunumayla qanmay İsrail bilan Falastin arasında tinchlikning o'rnatilishi uchun faoliyatga o'tgan. 94-yilda tinchlik faoliyatlaridan muhim natija qo'lga kelgan. İsrail işgal astidagi zaminlardan chekinib chiqishi va g'arbiy shariya bilan G'azzadagi falastinliklarga oid yerlarga bosqichli shaklda avtonomiya berishni qabul qilgan. Tamoman mustaqillik talab qilayotgan falastinliklarning qarshiligi davom qilmoqda. Qibris, yani Siprus meselesi ve Şimali Qibris Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Akdeniz'in şarkı kısmındaki muhim arallardan birisi bo'lgan Qibris 1571 yılında Osmanlı hakimiyeti kirgen. Osmanlı hakimiyeti tahminen 300 yılga yakın kalgan. Angliya Osmanlı devletinin içki kısmındaki siyasi ve iktisadi böhranlardan faydalanıp 1878 yılında Qibris'in hakimiyetine vaqtliq üstüge algan. Bu ahval 1914 yılı kelgende daimlik halatga o'zgargan. Türkiye 1923 yıldaki Lozan Tinchlik kelishimida bu qarorni qabul qilishga majbur bo'lgan. Angliya 2. Dünya urushining oxirida Qibrisni tark qilishga majbur bo'lgan. Bu bosqichda Türkiye ve Gretsiya nishonini Qibrisga qaratgan. Türkiye aslida bu orolning egisi bo'lish sifati bilan orolning o'ziga qaytirib berilishini talab qilgan. Gretsiya nüfus jihatdan Rumlarning ko'p sonda ega ekanligini ilgari surib, orolni o'z zeminiga qaytishga uringan. Qibrisni Gretsiyaga qaytish fikrini orzu qilgan ba'zi qibrislik Rumlar 1955 yilida AUK Qibris hareketi Milliy Tashkiloti nomida tashkillanib, Türklerge karşı qatlam başlagan. Türklermi Doktor Fazil Küçük rehberligida Rum hücumlarına taqabul turish uchun hareketga o'tgan. Yani yıl 1955. Bu ahvallardan keyin Angliya, Norvegiya ve Gretsiya arasında Zurux ve London'da görüşler başlanıp 1959 yılında bir kelishim tuzilgan. Bu kelishimda Oraldagi xalqlarning o'rtaq qo'shilishi natijasida mustaqil bir Qibris Cumhuriyeti qurish, Orolning mustaqilligi, tuproq butunligi va qonuniy ahvolini bu üç davlatning kapolati ostiga berish qaror qilingan. Bu kelishimga asosan 1960 yilda Qibris Cumhuriyeti qurilgan. Cumhur raisligiga Rumlarning bosh eksposi Makavreis, muavinligiga Türklerning vakili Doktor Fazil Küçük saylangan. Rumlarning vaqt o'tkazib tuyuqsiz hujum qilishi bilan Qibrisda tinchlik va xotirjamlik amalga oshmagan. 1963 yil 11-oyda Makavreisning asosiy qonunni Rumlarning manfaatiga uyg'un shaklda o'zgartirishga urinishi ikki xalq o'rtasida urushning boshlanishiga sabab bo'lgan. Rumlar 1963 yil 2 dekabrda Lipkoşi'da 24 Türk'ünü öldürüp katliamlarını tızlatkan. Türk jet aeroplanları 24 dekabrda Lipkoşa asmanında agahlandırış uçuşları elip verip
Rumlarning qatlamini to'xtatishga uringan bo'lsa-mo, ammo bir natijaga erishilmagan. Bu qatlamni to'xtatish uchun Birleşken Davlatlar Tashkiloti tarafidan 1964-yilda tinchlik qismlari avatilgan bo'lsa-mo, ammo bu qatlamni to'xtatolmagan. Bunun asasen Türk aeroplanları 8-9 Avgust arasında Rum nişanlarını bombalaş bilen katliamını vakitlik toxtatkan. Evkağı Gerisiye'de 1967 yılda yüz bergen hərbi özgürlükten paydalanıp, Anusni emelge aşırış üçün yeniden hareketki ütüp Türklerini öldürüşki başlagan. Türkiye bununla qattiq qarşı çıqqan. Kıbrıs Türkleri 1967 yılı 27 dekabrda vaqtliq Kıbrıs Türk hükümetini quvgan. 1967 yıl 27 dekabr. Rumlar kelishim tuzishga qo'shilmagan. 74 yılda Türkler tekrar qatlam qilinishga ve Kıbrıs parçalanishga qarab yuzlangan. 1974 yıl 15 iyulda Nikos Sapson rehberligidagi Rum ofisörleri Makarios'ni vazifeden elib tashlab, Aralni Kıbrıs'a qo'shib etishga uringan. Bunun asasen Türkiye iki taraf ve xalqaro kelishimlardagi belgilemelerge asasen milletdaşlarının can bexatarligini saqlash ve Anusni to'xtatish uchun 1974 yılı 20 iyulda Kıbrıs tinchlik hareketini başlagan. Türk askeri 22 iyulgacha Aralga yetib borgan. Aynı günlerde Türkiye, Gerisiye ve Angliya o'rtasida tuzilgan kelishimlardan bir natija chiqmasligi sababilan 14-16 Avgustus'ta 1974 yılı ikinci qatimliq tinchlik hareketi başlanıp, şimali rayonlarning 38% qo'lga olgan. Bu vaqtda Sapson hükümeti hakimiyetden ayrılışga mecbur bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Türkiye'ye harbiy embargo yurgizgan. İki davlat o'rtasidagi munosabat uzilish darajasiga berib yetgan. Kıbrıs Türkleri hal qilish chorasining federal bir sistemi bo'lish lozimligini o'ttirib qo'ygan. Bu fikrga asosan 1975 yılı 13 fevralda Kıbrıs Türk federal devletini qurgan. Rauf Denktaş reislik saylangan. Rumlarning ikki rayonluq federatsiyani qabul qilmaganligiga qarab 1983 yılı 11 noyabrda Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyetini qurgan. Fakat bu devletni Türkiye'den başka devlet tanımagan. BDT günümüzde mi xiyali bir Kıbrıs Cumhuriyeti qurishni planlamakta. Yeni bir taraftan adil bir çare tepiş üçün BDT baş katipliği nazaretinde xalqaro muzokiralar davamlaşmakta depti qadirli qarindoshlar. Hem de Irak urushi 1980 ve 1988 yılgacha bo'lgan aralıktaki 8 yıllık urush. O'rta Sharqning iki büyük devleti bo'lgan İran bilan Irak o'rtasida 20. asrning ikinci yarmidan boshlab bir qator kelishmasliklar yuz bergan. 1958 yılda Irak'ta padişahlıkның ag'dirilishi bilan vayronchilik boshlanib, 1970 yılda Angliyaning bu rayondan chekinib chiqishi bilan texmo avj olgan. İran bilan Irakning o'rtasidagi kelishmasliklarning 5'ida Shattul Arab su yo'li ve Parus qo'ltiqidagi ba'zi orollarning igidorchilik masalasi bo'lgan. İran 1971 yılda Paris qo'ltiqidagi 3 orolni ishg'ol qilgan. 1975 yılda Aljeriyada tuzilgan bir kelishim bilan ikki davlat o'rtasida Shattul Arab daryosining eng cho'nqur yerining chegara deb bekitilishi qabul qilingan. 1979 yılda İran'da bir inqilab partilgan. Ayetullah Humeyni rehberligidagi mollalar Şah Riza Pahlevani ag'dirib, dinni asos qilgan bir hokimiyat qurgan. Bu inqilobdan keyin Iroqdagi nufusining 40%ni tashkil qilgan Shialar ilhom olgan. Iroq hokimiyati inqilob ta'sirining kengayib ketishining oldini olish uchun
İrandaki inqilabdan paydalanıp bir neçə türlük talabni o'ttirib qo'ygan. Bular 1971 yılda işgal kılınan 3 aralning ve Shattul Arab soyuluning Iroqqa birilishi, İranning Kurdiston rayonidagi arablarga avtonomiya berilishi, Iroqdagi bölgünçü kurdlarga yordam qilinmasligi qatorliq talablar edi. 1980 yılı 17 iyul Iroq davlat reisi Saddam Hüseyin ilgiri tuzilgan Algeriya kelishimini to'nimaydiganligini jakolab 22 sentabrda İran tuproqlari hujum boshladi. Qisqa vaqtda 500 kilometr ilgirilab o'yilmagan yerdan İranning qarshiligiga duch keldi. Hatta İran bütün saplarda ustunlikni qo'lga keltirdi. Bu vaqtda bu rayondagi manfaatlarga ziyon yetib qilish ahvolini ko'rgan Amerika Iroqni qo'llash qarorini oldi. Paris qo'ltiqi harbiy paraxod evatdi. 1988 yili iyulda İran'a ait bir yo'lovchi aeroplan etib tushirib, İranni taslim bo'lishga majburladi. İran bu ahvollarning İran-Amerika urushiga aylanishini andish qilib, 1988 yil 3 iyulda BDT'nin tinchlik taklifini qabul qildi. Taxminan 8 yil davom qilgan bu urush her iki davlat uchun moddiy va ma'naviy jihatdan og'ir ziyon elib keldi. Iroqning Kuveytni ishg'ol qilishi va Paris qo'ltiqi urushi. İran bilan bo'lgan urushda 80 milliard dollar qarzga bo'g'ilgan Iroq bu qarzni tugutish uchun boy arab davlatlari va g'arb davlatlaridan yordam talab qildi. Talebining urunlanmasligiga qarab nishonini qo'shnisi Kuveytga qaratdi. Iroq Kuveytning o'rtaq chegarasida Iroqqa oid tuproqlarda maxfiy neft olganligini aytib, 24 milliard ziyonni to'lab berishni talab qildi. Kuveyt bu talabni rad qildi. Bununla asasen Iroq 1990 yili 2 avgustda Kuveytni ishg'ol qildi. Bu vaqa dünya jamoatchiligining qattiq qarshiligiga uchradi. 1990 yili BDT Xavfsizlik Kengashi tinch yo'llarni hal qilish uchun Iroqqa iqtisodiy va harbiy embargo yurgizdi. Buningdan bir natija chiqmadi. Buning bilan Amerika Arab va G'arb davlatlaridan 32 davlat bilan ko'p davlat qismlari tashkil qilib 1991 yili 17 yanvarda Iroqqa hujum boshladi. 28 fevralda Iroqning Kuveytning chekinishi bilan urush to'xtadi. Faqat bu tarixdan boshlab Amerika rahbarligidagi ko'p davlat qismlari ba'zi vaqtlarda urush to'xtatish kelishimiga rioya qilmaganlik sababidan Iroqni bombardimon qildi. Bu buhron Turkiyaga ta'sir ko'rsatdi. Paris qo'ltiqi buhroni jarayonida davlatning shimoldagi kurdlar, turkmanlar ustidagi zulmni og'irlashtirdi. Bunun bilan ko'p davlat qismlari Iroq hokimiyatini 32 parallelning shimoliga o'tishni cheklab, bu rayonni bexatarlik ostiga oldi. Bu bexatarlikdan kurdlar foydalanib, 1992 yilida bir federal sistemini qurdi. Bu sistemi kunimizgacha davom qilmoqda. Debtu qadrli qarindoshlar, Paris qo'ltiqi va O'rta Sharqdagi davlatlarning ahvoli sözlenip öttü. Hem de Cenubi Asya ve Irak Şerq devletleri. Dünya Müslümanlarının mühim bir kısmı köp sallık ve az sallık bir şekilde bazı Cenubi Asya ve Irak Şerq devletleri yaşamakta. Bu rayondaki İslam devletleri Afganistan, Pakistan, Bengal, Brunei, Endonezya, Maldiv ve Malaysiyadır. Bunun yanında Hindistan, Xitay, Tayland ve Japonya'da az sanlık şekilde 100 milyona yakın Müslüman var. Bu devletlerin dünyadaki siyasi ve iktisadi tesiri günden günge güçlenmekte. Pakistan'ın kuruluşu ve Hindistan-Pakistan tokunuşu. İslamiyet Hindistan tüven kıtasıga 8. asırda kirgen. Bu ziminler aldıda Araplar, keyin Türkler tarafından başkurulgan. Bu rayondaki Türklerinin hakimiyeti 18. asırda G'arb devletlerinin mustamlikasi kadar devam kılgan. 18. asırda chet el ticaretçileri süpütüdü bu yere kelgan İngilizler 1857 yılda Babur sultanlığını avdurup
Hindistanni hakimiyet ostiga olgan. İngilizlar 20. asrning o'ttirlarigacha bu yerda qolgan. Hindiston xalqi musulmonlardan Muhammad Ali Jinnah, Hindulardan Mahatma Gandhining rahbarligida İngiliz mustamlakachilarga qarshi mustaqillik harakatini boshlagan. Musulmonlar 1930-yillardan boshlab ayrim bir davlat qurishga tirishgan. Angliyada ilm tahsil qilayotgan o'quvchilar 1933-yilda qurmoqchi bo'lgan davlat uchun Punjab, Afg'oniston va Kashmir so'zlarining bosh harflari bo'lgan Pak kelimasiga davlat ma'nosidagi stan kelimasini qo'shib Pakiston ismini bergan. Punjab, Afg'oniston va Kashmir. Pakiston. Bu rayonda 1947-yilda Pakiston va Hindiston deb ikki davlat borliqqa kelgan. Ammo bu ayrilishdan musulmonlar rozi bo'lmagan. Chunki Pakiston Sharq va G'arb deb ikkiga bo'lingan. Kashmirning muhim bir qismiga mustaqillik berilmagan. Yana Hindistonning ichida ko'p sonda musulmon qolgan. Bu ahvol Hindiston bilan Pakiston o'rtasida to'qinishga sabab bo'lgan. Kashmir sababidan 1948, 1963 ve 1965 yıllarda kurallık to'qinish yuz bergan. İki davlat o'rtasida 1965 yılı 4 yanvarda Toshkent kelishimi imzolangan. Ammo bu kelishimmi masalani hal qila olmagan. Pakistanning sharqiy qismi farqli bir madaniyati borligini, markaz hukumatning yetarli iqtisodiy yordamga erishamaganligi ve devletin yaxshi idora qilmaganligini sebep ko'rsatib, Sheyx Mujibur Rahmanning rahbarligida qo'zg'olon ko'targan. Hindiston isyonni qo'llab 1971-yili dekabr oyida G'arbiy Pokiston qismlarini taslim qilgan. Hindistonning yordamiga erishgan Sharqiy Pokiston 1971-yili 16 dekabrda Bengal nomida mustaqillikni jakalagan. Bu yeni devlet kısa vakitte Amerika, Sovyet ve Xitay tarafından itiraf kılıngan. Pakistan'ın Lahor'da toplangan İslam Kurultayı Teşkilatı'da İslam devletlerinin qattiq teşebbüsleri bilen Bengalni tuğnugan. Hindistan bilen Pakistan o'rtasida musulmonlar köp sallıqta mevcut bo'lgan Jammu ve Kashmir meselesi sebebinden günümüzgacha qurolliq to'qinish davom qilmoqda. Afg'oniston. Yani Pakistan kaçan kurulup dese 1947 ekan. Afg'oniston. İslamiyet Afg'onistonga Hazreti Osman davrida kelgan. 10. asrda Afg'onistonda G'azninliklar Türk hakimiyetini qurgan. Bunu 13. asrda Mongol ve 14. asrda Temür hakimiyeti davamlaştırgan. 16. asrının başlarında Babur qurgan Türk devleti 17. asrının ahırlarıgıcı devam qılgan. Bu tarixten başlap Afg'oniston yerlik qabilelerinin bir-biri bilan uruşuq sahne bo'lgan. 19. asrda Rus ve İngilizlerin talış sahası kirgen. Bu devletler 1885 yılında bir kelişim bilen Afg'oniston'ni iki nazaret rayoniga ayırgan. Afg'oniston 20. asrga mustaqillik qadimi bilan kirgan. Devletdagi padişahlık hakimiyet özünü taraqqiy qildirishga kuchi yetmaganlik uchun dunyoga echilgan. Bu tarixdan boshlab Afg'onistonda hakimiyet qurish uchun oldi bilan Angliya ve Sovet bir-biri bilan hakimiyet talashgan. Keyin Angliyaning o'rnini Amerika olgan. Bu hakimiyet talashlar ijtimoiy ve iqtisodiy qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Bu ahvolga asosan Sovet diqqatini Afg'onistonga qaratgan. Sovetlarning yardımı bilen Markschilar Afg'on xalqining Demokrat partiyasini tashkillagan. 1973 yılda Afg'oniston padişahı Zahir Shah jiyani Davud Shah tarafidan taxtdan tushirilgan. Bu vaqtda 1978 yıl Afg'oniston hukumati Sovet bilan do'stlik ve hamkorlik kelishimi imzolagan. 79 yıl 5 aprelda sürgündeki Bayrak Karmal Afg'oniston davlat reisi keltirilgan. Sovet ittifoqi bunun bilan kifoya qilmay 1979 yıl 27 dekabrda taxminan
100 ming kishilik bir qo'shinni Afg'onistonni ishg'ol qilishga avatgan. Bu ishg'ol dunyoning qarshilik uchirgan. Sovet ittifoqi bu ishg'oli bilan O'rta Sharq va Paris qo'ltig'idagi neftlarni kontrol qilish uchun muhim qadam bosgan bo'lgan. Ayni vaqtda bu ishg'ol Rossiyaning Issiq dengizga echilish xiyolini amalga oshirishning bir parchasi edi. Rus ishg'oliga boshda Amerikadan boshlab g'arb davlatlari, islom dunyosi hatto sharqdagi davlatlarning qattiq norozilik kelgan. Afg'on xalqi ishg'olga qarshi harakatlarni boshlagan. Bu urushda Afg'onistondan ko'chishga majbur bo'lgan 4 million kishining 3,5 millioni Ironga iltijo qilgan. Afg'on mujohidlari g'arb va islom dunyosidan olgan yordamlar bilan Sovet ishg'olchilarini ojizlatgan. Sovet 1988 yilning oxiriga kelganda patqoqqa tushganligini his qilishga boshlagan. Janvada Sovet ittifoqi bilan Afg'oniston o'rtasida 1988 yili 14 aprel Qizil Armiya, ya'ni Qizil Orduning chekinishini tasdiqlagan bir kelishim imzolangan. Sovet qismlari chekilma ishini 1989 yili 15 fevralda tamamlagan. Bunun bilan 20. asrning buyuk kuchlaridan birisi partizanlik urush qilgan musulmonlar oldida yengilganligini qabul qilgan. Sovetlarning chekinishi Afg'onistonda orzu qilgan tinchlik va xotirjamlikni elib kelolmagan. Afg'onlar o'z ishida urushga boshlagan. Bu vaqtda 2001 yilning bahor oyida Amerika va Angliya terroristlarga yordam berganlik sababi bilan Afg'onistonga bir askariy harakat boshlatib, siyosiy hokimiyatni og'dirib, yangi hokimiyatning qurilishini qo'lga keltirgan. Bularning hammasi davlatning etnik qurilishining borligiga kelgan. Afg'onistonning ijtimoiy tarkibi qabilchilikni asos qiladi. Nubusi Pashto, O'zbek, Tojik va Hazarlar tashkil qiladi. Davlatdagi bu ijtimoiy demografik tarkib birlik va tinchlikning oldidagi eng cho'ng to'sqinlik bo'lib ko'rilmoqda. Hamda Xitoy, Uyg'ur diyori, Hindiston va Yaponiya. Xitoy Günümüzdeki Xitoydagi musulmonlar Tungan, ya'ni Xuyzu musulmonlar va Xitoy hokimiyati ostida yashayotgan musulmonlar deb ikki turga bo'linadi. Musulmonlar 7-asrning ikkinchi yarmidan boshlab Xitoyga kelishga boshlagan. Hazrat Osman milodining 651-yilda islomni tanitish uchun Xitoy Sariga bir hay'at evatgan. 7 va 8-asrlar orasida bo'libmi dengiz yo'li bilan Iron va Arab savdogarlari Xitoyga kelib islomiyatni tarqatgan. Bular Xitoyning sharqiy shimol sohillariga o'ltiraqlashib, bu yerlarda musulmon tijorat yerlarini ochgan. Bu musulmon mahalllarga Xitoylar tarafidan Pampang deb nom berilgan. Xitoyda islomiyatning tarqalishiga sabab bo'lgan omillarning birisi aralashma uylik bo'lgan. Musulmonlar Xitoylar bilan uylanib, ijtimoiy birlashishni amalga oshirgan. Xitoyda islomiyatning tarqilishiga muhim bir vaqt Mongol Yuan sulolasi 1271 dan 1368 yilgacha davridir. Bu davrda Xitoyga kelgan musulmon turklar islomiyatni tarqatgan, buning bilan Xitoyning yerlik nufusidan islomiyatni qabul qilganlar bo'lgan. Xitoy tarixda musulmon turklarning tuproqlarini istilo qilgan. Xitoy Manju xonadonligi 1964 dan 1911 yilgacha Uyg'ur zaminini hokimiyati ostiga olgan. Uyg'ur diyorida yashaydigan ko'pincha Uyg'urlarni tarkib topgan turklar taxminan 200 yil mustaqillikni qo'lga keltirish uchun kurash qilgan. Bularning eng muhimlari 1874, 1933, 1944 yillardagi voqealardir. Bütün bu mustaqillik harakatlari qonliq bostirilgan. 1874 yili Yaqubxon badavlat Uyg'ur zaminida mustaqil bir davlat qurgan. Osmanlı sultani bu davlatga yaxshi muomala qilgan. Sultan Abdulazizxon Yaqubxon davlatiga va Jungoning boshqa rayonlarida yashaydigan turklarga maxfiy hay'at va harbiy yordam avatib, ularni Osmanlı davlatiga bog'lashga tirishgan. Bu tirishchanligi natijasida Uyg'ur zaminidagi xutbalarda xalifaning ismi o'qilgan.
Ama Çin sulalisi bir müddettin keyin Yaqubbek devletini avduğan. Uygurlar 1933 yılında müstakillik ilan kılgan bolsumu, ama bu hareket Ruslarning yardımı ve Xitay tarafından bastırılgan. Uygurlar 1944 yılı tekrar müstakil bir devlet kurgan bolsumu, bu hareket 1949 yılında Komünist Xitayning işgaliga uçurgan. Uygur Türklerinin müstakillik kürüşü günümüzgacha devam kılmakta. Xitay hükümeti zemininde 20 milyon yakın Müslüman barlığını oturup koymakta. Ama bu san 70 ve 100 milyon etrafında tahmin kılınmaktadır. Yani hazır 250 milyon Müslüman var diyenleme var. 1930 yıllarda Xitay'daki 20 milyar nüfusunun 10,7% Müslüman idi. Keyinki vaqtlarda bulupma Uygur zeminida ibadetxana sanının 20 mingga yetkinligi sözlenmekte. Xitay'daki Müslümanların köp kısmı Uygur zemini bilen Gansu, Shanxi, Hubei, Yunnan, Sichuan, Shandong ve Ningxia qatarlıq ülke ve şehirlerge tarqalgan. Bu rayonlarda Türk kavimlerinden Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar, Sala, Mongol kavimlerinden Dongshan, Bao'an, Paris kavimlik milletlerden Tacik ve Hoyzula ba. Xitay 20. asrının ahırda dünyada meydan kelgan siyasi ve iqtisadi taraqqiyotlarning ta'siriga uchragan. Bo'libmi 1990 yillardagi Sovetning parchalanishidan keyin Müslümanlar bir az erkinlikka erishgan. Buningga O'rta Sharq ve İslam dünyasının ahamiyatining yuqorilishining ta'siri bo'lgan. Ammo kunimizda Xitoyda yana Müslümanlarning erkinligini cheklaydigan siyosatlar icra qilinmoqda. Hozirgi holat texnik better bu. Qadrli qarindoshlar, biz birlikte o'rganayotgan bu kitap İslam tarihi degan bu kitap Teklimakan Uygur Neşriyat tarafından 2014 yılı İstanbul'da neşr kılınan kitap. Bu kitabın yazıcıları Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıcam, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin degan 3 Profesör Doktor Türk alim birleşip yazgan bir kitapken tariximizni öğrenişimizge bir paydası bulup kala degan niyette Facebook İslam tarihi derslerini kılıp bugün 24. dersimizde turupdimiz qadrli qarindoshlar. Endi biz Hindistan degan devletning tarixiga keldik. Hindistan İslamiyet Hindistan'a miladının 712 yılı yetip kelgan. Hindistan uzun vaqt Türklerinin hakimiyeti astıda bo'lgan. G'aznilik Mahmud bilan boshlangan Türk hakimiyeti 16. asrda Babur sultanlığı bilan texmi yuqori pallaga chiqqan. Bu vaqtda Hindistan İslam medeniyetining muhim merkezlerinden biriga aylangan. İngilizlar 1857 yılda ahirki Babur hükümdarını taxtdan tushirib öz hakimiyetini kurgan. Hind Tümen qit'asida 1947 yılda İngilizlarning çekinishi bilan din asosiga tayinib Müslümanlar üçün Pakistan, Hindu ve Sikhlar üçün Hindistan ismida 2 müstakil devlet kurulgan. Ama bu taksimat Müslümanlarning arzularini to'liq ifodalab berolmagan. Çünkü başta Jammu ve Keşmir rayonundan büyük bir Müslüman nüfus Hindistan'da kalgan. Günümüzde nüfusu 1 milyarga yakın keladigan Hindistan'da az sonliq holatga tushib qolgan. Bu rayonda Müslümanlar bilan boshqa din mensuplari o'rtasida davomli sürkülüşlü bulup turmakta. Bu sürkülüşlerde Hindistan'ın Hindular tarafida turishi, başta İslam dünyasından başlap dünya cemaatinin narazılığını qo'zg'ab kelmekte. Bu devlette Müslümanlarga vakalet kıldıgan Müslümanlar Birliği, İslam cemaati ve
Hind Ulemalar Cemiyet qatarlıq cemiyet ve teşkilatlar var. Hazır mı nüfusunun %40%'i yine Müslüman dep anladım. Hem de Yaponiya. İslamiyet Yaponiyaga 19. əsrinin axırında Osmanlı Türklərinin qeyrətləri neticesinde yetib bağlan. 1871 yılda Osmanlı Yaponiya dostluğu başlagan. Aynı vaxtda bu dostluq İslamның tunuluşu ve tarqılışıga asas sağan. Dostluq üçün Yaponiyaga bağlan Ertuğrul isimli kime qaytışıda buranga uçurab 1890 yılda çöküp ketken bolsumu, ama bu facia Yapon-Türk münasebetini müstehkemlegen. 2. Abdülhamid İslamiyetning bu rayonlarga tarqilish üçün büyük gayret ko'rsatgan. Men o'g'limninki ismini Ertuğrul deb qo'yishimning sebep Furqon Ertuğrul degan qo'sh ismi var, en kichik o'g'limninki. Meni mushu vaqa 1890 yili çöküp ketgan, ama Yaponiyaning islom bilan uçqushiga sebep bo'lgan bir kema, şunun ismini de qo'ygan. Mayada bir Yapon dostum bayatin kirip anlattı bu dersini. Osaka'daki dostum. Şunun Osaka'ya badin, berip Osaka'dan maşını bilen 3 saatlik yolda Kushimoto degan bir aralken, aşağıda Türk mazarlığı, Türk hatırı sarı bakken aşağıdaki berip körep geldim. Bu 2 yıl burun 12. ayının 5. günü, yani 6. günü o deyim. 12. ayının 5 gene Yaponiyada muşum kaynan sen Happiyakı Kyuju degan aşu yani 1890 degan Ertuğrul degan kino yapılarından birleşip işlengen kinoxonalarda qo'yildi. Biz 5-chilar naxsh kinoxonalarda qo'yilishga başlagan vaqtda shu aralga borgan qadarli qarindoshlar. Yaponiyada İslamiyetning tarqilishi uchun ikinci qatimli g'ayrat asli Qozon tatarlardan bo'lgan Osmanlı fuqarosi Abdurashid İbrahim tarafidan elib berilgan. O Yaponiyaning har qaysi rayonlarida İslamiyet haqida tabliğ qilib, yuqori tabaqadagi bir qism yaponlarning islom bilan sharaflanishiga vasila bo'lgan. Bunun bilan birga Rossiya Bolshevik inqilobidan qochgan 200 ga yaqin turkning kelishi bilan Yaponiyada musulmon xalq shakllangan. Kunimizda Yaponiya dunyoda islom tiz tarqalayotgan davlatlardan birisidir. Yaponiyadagi Kabe camisi 1935 yılında, Tokyo camisi 1938 yılında ve Osaka camisi 1977 yılında ibadetke açılgan. Türkiye Cumhuriyeti Tokyo camisini büyük bir İslam medeniyet merkeziga aylandırış üçün 2000 yılında hizmetke açkan. Köpüncüsü axbarat ve uçur sahalarda işləvatqan Yapon musulmanlarının sani 35 bin etrafında işgəlliki təxmin qılınıvatıdır. Bunların 40% Yapondur. Başqısı başqa millətlərə mənsubdur. Qadirli qarindaşlar. Hem de Koriya. İslamiyet Koriyaya 9. əsrdə musulman sodigerlər arqalıq kirgan. 13. əsrinin oturlarında bu tupraqlarını Monğollar hakimiyet astığı kirgiziş bilen İslam dini bu yerlərə tarqılış imkanına erişken. Monğol sarayında işlediğin bazı Monğollar ve sodigerlər bu yerdeki imkanlarını körüp bu yerge makallaşkan. Bunun bilen bu rayonda bir musulman cemaat şekillengen. Fakat 1427 yılında Koreyada musulman hakimiyetinin avduruluşu bilen birlikte İslamiyet'e karşı hareketler başlangan. Yeni hakimiyet musulmanların kıyafetini öz içine algan şahsi turmuşuna aralışıp musulmanların bütün faaliyetlerini besim astığı elip asimilasya kılışqa urungan. Bu sebepten bu rayonda uzun yıllarca İslamiyet baş götürülmegen. Bu yerge Rus istilasından kaçkan musulman Türklerin kilişi bilen Koreyada İslamiyet 20. əsrinin başlarında qaytadan canlanışqa başlagan. Fakat 1945
1950 yıllar o'ttirisida yuz bergan voqealarda musulmonlarning büyük bir qismi Koreyani tark qilgan. Koreyada günümüzde 35 ming musulmon yashamoqda. Musulmonlarning Koreya Islom Federasyoni nomida rasmiy jamiyati bordir. Hatta O'zbekiston, Qirg'izistondami O'zbekistonda, yani Qirg'izistonda deyman. Karislar deb qo'ydi ekan, Koreyaliklar bor. Ondan keyin hozir hamda shu Yaponiyaga qaragan chog'da Koreyada islom dini, hatta hozir xristian dini hammadan tez taqiliqli Koreyada. Ammo taqilish nimasi qaragan chog'da Yaponiyadan xeli burilan Koreyada islom dini taqilgan. Hamda Indoneziya Asiya qit'asining sharqiy shimoliy qismidan Avstraliyaga tuzilgan ko'plagan orollardan tashkil topgan bir davlatdir. İslamiyet bu rayonga Hindistonlik savdogarlar orqali kirgan. İslamiyet oldi bilan Sumatra oroliga tarqalgan. 12-asrda janubga, 18-asrda ichki rayonlarga tarqalib, ko'p sonli xalq tarafidan qabul qilinib, davlatning birinchi dini bo'lgan. Günümüzde Indoneziyaning eng cho'ng oroli bo'lgan Java butunlay musulmonlardir. Davlat nüfusunun 84%'i musulmonlar tashkil qiladi. Günümüzde devlette Hindu, yerlik din mensuplari ve Brahmanlardan ko'p sonli kishilar islom dinini qabul qilmoqda. Indoneziya tuproqlari Yevropalik mustamlikachilarning diqqatini jalb qilgan. Gollandiya mustamlikachileri Indoneziyadagi mustamlikasini 20-asrgacha davom qildirgan. Indoneziyada musulmonlar bilan birlikda boshqa xalqlarmo mustaqillik kurashiga qatnashgan. 1943 yili Gollandiya mustamlikachilarini qo'g'lab chiqarib mustaqillikka erishgan. Indoneziya nüfusu 220 milyon etrafida. Hozir 250 milyon deyiladi. Nüfusunun 90% musulmondir. Keyingi yıllarda siyasi, ijtimoiy ve iqtisodiy buhronga uchragan Indoneziya taraqqiy qilish uchun tirishmoqda. Malayziya Irak sharqidagi musulmon bir davlatdir. İslamiyet bu rayonlarga Indoneziya bilan bir vaqt kirgan. Malayziya Angliya, Portugaliya ve Gollandiya tarafidan mustamlika qilingan. Malayziya 1957 yılında mustaqillikka erishgan. Davlat nüfusunun 55% musulmondir. Hakimiyatda musulmonlar hakimdir. Malayziyaning taraqqiyoti ve islomning tarqalishi tez bo'lmoqda. Filippinda musulmonlar oz sonli holatdadir. Filippin 1948 yılında Amerikada mustaqillikni olgan. Filippinda musulmonlar nüfusunun 10%'ni egallaydi. Musulmonlarning ko'p qismi Mindanao ve Sulu taqim orollarida yashaydi. Musulmonlar siyosiy, ijtimoiy ve dini erkinlikni qo'lga keltirish uchun kurash qilmoqda. Qadrli qarindoshlar, unda bo'lsa bugungi planlagan 24-dersimizde yani günümüz İslam dünyası 9. babının 1. Asiya qit'asidagi musulmonlardan 1. kichik mazmun O'rta Sharq ve Paris qo'ltig'idagi davlatlar, 2. kichik mazmun bo'lgan Irak, Sharq ve Janubiy Asiya davlatlari qatorliq davlatlardagi musulmonlarninki bir qator tarixini o'rganib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, İnşallah kelar saatlik dersimizde Kavkaz ve O'rta Asiya devletlerini birlikte öğünüp ötüdikimiz qadrli qarindoshlar. Onundan keyin Afrika qit'asidagi musulmonlarni birlikte öğrengidekmiz. Anda olsa bugün dersimiz muşayagacha bo'ladi. Allah'ның o'ziga amanet bulunlar. Qo'limizdagi bu kitap İslam tarixi degan taklimikan Uyg'ur nashriyati tarafidan 2014 yili
neşir kılıngan kitaptır qadirli qarindaşlar. Bugün İslam tarihi Facebook sin dersimizin 24. dersini men bu yerda davam qilgan bolduq. 25 ve 26. dersimizde yine sizlar bilan yüz görüşümüz. Allah'ның özüge amanet bulunlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.